To'xtang. Hozir shu joyda mening bir savolim bor. Oddiy savol emas. Nega ba'zi odamlar har qanday sharoitda boyib ketadi, boshqalari esa umr bo'yi urinsa ham joyidan siljimaydi? Pul yo'qligi sabab emas, imkon yo'qligi emas. Asl sabab fikrlashda. Bugun siz bilan aynan shuni ochamiz. Agar siz bu videoni ochgan bo'lsangiz, demak siz oddiy tomoshabin emassiz. Siz ich-ichingizdan sezayapsiz, men ko'proqqa loyiqman. Bu kanal ertak uchun emas. Tez boyish yolg'oni uchun emas. Bu kanal uyg'onish uchun. Bu yerda biznes fikrlash, hayot saboqlari, haqiqiy tajribalar va eng muhimi ongni o'zgartirish bor. Agar siz tayyor bo'lsangiz, davom etaman. Birinchi saboq: pul muammo emas, belgi. Ko'pchilik shunday deydi: pulim yo'q, shuning uchun biznes qilolmayman. Yo'q, pul yo'qligi muammo emas, pul yo'qligi signal. Bu signal shuni aytadi: siz hali to'g'ri savol bermayapsiz. Siz hali qiymat yaratmayapsiz. Pul hech qachon maqsad bo'lmaydi. Pul bu natija. Ikkinchi saboq: qiymat yaratmaguncha hech narsa o'zgarmaydi. Bir haqiqatni eslab qoling. Dunyo sizga mehnatingiz uchun emas, odamlarga bergan foydangiz uchun pul to'laydi. Agar siz muammoni hal qilsangiz, vaqtni tejab bersangiz, og'riqni kamaytirsangiz, pul o'zi keladi. Shuning uchun savolni o'zgartiring. Qanday pul topsam bo'ladi emas, qanday foyda bera olaman deb. Uchinchi saboq: kichik qadam, katta hayot. Ko'p odamlar shunday kutadi. Hammasi tayyor bo'lsa boshlayman deb. Bu eng katta xato. Boylar mukammal vaqtni kutmaydi. Ular harakatda mukammallashadi. Bugun kichkina qadam, bitta qaror, bitta g'oya, bitta harakat ertaga katta hayotga aylanadi. To'rtinchi saboq: atrofing sizga o'xshab qoladi. Agar atrofingiz faqat shikoyat qilsa, hammani ayblasa, doim qo'rquvda yashasa, siz ham shunga o'xshab qolasiz. Boylik birinchi navbatda uyda emas, bozorda emas, ongda boshlanadi. Xulosa, bugun siz bitta narsani tushundingiz. Siz muammo emassiz. Siz imkoniyatsiz emassiz. Siz faqat uyg'onish jarayonidasiz. Agar siz shu yo'lda bo'lsangiz, bu kanal aynan siz uchun. Agar bu gaplar ruhingizga tekkan bo'lsa, videoga like bosing, fikringizni izohlarda qoldiring va kanalga obuna bo'ling. Bu sizni birinchi qadamlaringizdan biri bo'ladi. Davomi oldinda, bu faqat boshlanishi.